Obunachilar, mana Dubay choylari. Bu Mansurbek shogirim hozirgi kunda Namangan shahrida har xil bozorlarda savdogarlik qilyapti, qisqa qilib gapirganda. Dubay piya deb qo'yibdi. Albatta. Endi buni bir qisqacha tushuntirib o'ting. Ular tushuntirib o'tadigan bo'lsam, zira choy deb aytiladi. Xalq ichadigan choyxona choylarimiz. Bu kattasi 1 kiloligi, bu mana yarim kiloligi. Qadoqda shuni ajrab turadi. Bu eng yirigi mana 110imizni, mana zira choyimizni 90 shu 71 ichida hech qanaqa changi yo'q. Tozalangan. Tozasi eng yirigi deyiladi. Shu narsani mana hozir 1 kilosini shunday ochamiz, damlaymiz, xolisona insonlar ichida ichib ko'ramiz, ta'mini aytishadi. Siz ham aytasiz, bu yerdagi insonlar. Agar bitta gap qilinglar, agar shu choy haqiqatan ham xolisona ichiramiz, zo'r deydigan bo'lsa, shu Qirol somsoxonasiga kelib mana shu choyni ichib ketasiz. Albatta, mana shuni shunday tashab ketamiz. Mana shunday tashab ketiladi. Bemalol kelasizlar. Dubay choydan damlang deb qo'rqmay to'g'risi. Bitta somsa, bitta Dubay choydan. Noni tekin, choy tekin. Davay olib keling deb turib, o'tirib maza qilib, toza havo, tanga havo deb tashqarida stolda, agar yomg'ir yog'sa ichkarida joylar ham bor, cho'tki o'tirib damda olib ketsalar ham bo'laveradi. Bu erkaklarga foydali. Endi choyni ham ko'ramiz odamlar. Olib kelinglar choyda. Ehtiyot bo'l ichasizlar, to'g'risini gapirtirar ekanman. Rost gapiradigan choylarimiz ham bor. Choylarimizni nimalari ko'p. Hozir paytda 35 xil bor, opsi 65 xil. Opsi. Bu hozir qaysi kanalda sotiladi endi? Zakaz qilinadi. Bu Dubai Tea Premium Instagramda hozir olib borilyapti. YouTube'da, mana bu yerda Telegramda hamma joyda. Quvoninglar, Dubayga borib choy ichib o'tirmanglar. Quvona o'ziga choy kelib, bemalol kelib, ichsalar bo'laveradi. Dubai Tea D17 deb aytasizlar. D17imiz eng oliy o'sha zira choylarimizdan biri. Ochinchi bu anchapchi choylar bilan to'ylarga qaysini zakaz qilsa bo'ladi? Shularni. Qaysini? Mana shularni, mana shu to'ylarga. Bu olibta joylarga ekanmi? 8 o'yinlarimiz bor. Undan tashqari mana sahrni normallashtiradigan, davleniyani normallashtiradigan, qonni suyultiradigan, xullas ko'p. Haqiqiy mana zira choylarimizdan biri. Endi akam hozir chiroyli damlaylik, ichib ko'rasizlar. Choyni ko'ringlar. Mana choyni. Bu zira choyimiz, chang chiqmaydigan, loqasi chiqmaydigan. Mana choydan. bu haqiqiy Qo'lim Dubaydan toza kelgan. va. Mana. Qoshiq yo'q ekanmi? Mana. Qani endi betni ko'k choyi. Hozir bet ko'k choydan ham damlaymiz. Qani men aytgin. Ha, u ashara turibdi. Bo'l, men buni damlab kelar. Umidjon aka, choyda ayting unga shuni sozib. Ya almashtirib qo'ymasin. Ha. Maktab turib tursa, qaysi foyda olib Bizniki betda. Omilaga mana shu narsa keladigan odamlarga necha kun yetadi o'ylaysiz? Mana bir haftaga yetami? Bir hafta bu bir kunda ichib qo'yishadi balki. Kelayotgan odamni qarang. Bitta gap. Hozir mana hozir hajga jo'natayotgan odamlar choyxonada qancha misol jo'natyapsiz? Choyda. Oshxonasizlarmi? Qancha ketadi bir kunda? Masalan kerak. Farqini qaranglarchi. Obraslar keyin oli. Mana o'zimizniki. Mana o'sha Dubay. Farqini ko'ryapsizlarmi? Bu yerda aslida farqi bilinmasligi mumkin. Bilinarkan, ta'mi bilan Rangida bilinadi. choy qachon damlansa bilinadi. Choyda shunda bilinadi. Bo'l, solaylik mana. Quvoni choyini solamiz. Mana. Mana. Quvoni choyi. Bo'l. Hozir ana birinchi kelib olaversin, keyin buni damlab kelamiz. Bo'ldi. To'ba adashmaslik uchun. Agar zo'r bo'ladigan bo'lsa, mana shu qoldiramiz. Bo'ldi. Quvoninglar kelib, Jahongir hoji bir maza qilib Dubay choyini ichaylik deb aytadi. Ashu somsa uzganda shuni mana shuni damlab berasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ldi. Black tea'lari ham bormi yo faqat green tea'mi? Ko'p, Yashilmi? hammasi bor. Qorasi bor, boshqa bor, moshonqasi, hamma narsasidan bor. Endi bu yerga asosan ko'k choy deganinglar uchun shuni hozir olib chiqdim. Qora choy ham bormi? Qora choy ham hamma narsa bor. Eng rost gapiradigan choyimiz ham bor. Albatta. Yo'lda chertib, menga kelyapti. Uni ohonib zakallarda. Endi bu choyxona choyligi uchun mana Qirol somsaga mana shuni tushab ketamiz. Shuning uchun mana shu narsani ko'rsatdim. Mansurbekni taniganlar yaxshi biladi, ya'ni eski taniganlar. Hozir yangi kuzatayotganlar bilmasligi mumkin. Ehtiyot bo'lib ochasizlar, ichidan haligi ajoyib narsalar ham chiqib qoladi odamlar. Sovg'alari bilan. Endi bitta gap to'g'risida. Mashina bitta uyga olib ichib ko'raman. Odamni yoshartiradi, kayfiyatini ko'taradi.
ish yurmagan bo'lsa ishlar yurib ketadi deb gapirishdi bunga hazillashib. Shepi modelni bor uni. Modelni bor. Men Ha, beraman. bormi? Ashaqadada. Yoshartiradigan, sizni haligi kuldiradigan, Ha. yana rost gapirtiradigan shunaqalardan bor. Uni отдельно beraman. Hozir bu kadrda ko'rsatmagan bo'lsam-da, uni отдельно beraman. Bu kadrda ham bir ko'rsatib qo'yarkanmiz, ha. Ha, bu Bir ko'rsatib olib keling, olib keling. Men bungacha obunachilar bilan gaplashib turaman. Obunachilar, bu katta shogirdim. Mansurbek. O'z do'stlarini chiqargan ular. Katta shogirdim. Bu Dilmurodjon hoji. Undan keyingi shogirdim. Oxunov vlog desalar kanallar chiqadi. U Umidjon aka o'z. Suvlaridan. Biz kattamiz. Hamma ideya shu odamdan chiqadi. Просто za kadrini indamay o'tiradi. Hamma g'oyalar Endi bu reklama emas, просто shogirdim shu narsani tavsiya qilib ichib ko'raylik. Endi har bir narsa isbot bilan bo'lgan yaxshi, bitta xolis odam topib, Dubai choy bilan o'zimizni quvonch choyini bir ichirib ko'ramiz. Farqini aytamikin. Ha? Nima? Qaynadimi? Salom berib olmaydi, almashtirib qo'yishmaz yana. Ashaq aka. Ko'p to'ylarchi.